Ommaviy hashar. Ajoyib. Qorishtir. Bu kaliyli amofos bilan karbamid aralashtirgan ikki xaltaga bir xalta. Soch tekanlarga. Mana bu bilan chizamiz. Bitta kesilgan bo'ladi. Через ko'm bo'lamiz. Mana shunday mana chuqurgina qilib, cho'rayli bo'lib chiqadi. Mana hasharchilar. Ovqat yeb o'tiribmi? Bugun mana 28-mart 2026-yil. Ish jadal sur'atda davom etmoqda. Kun juda ham dimiq va issiq. Kechga yomg'ir soat 3:15:00 yomg'ir ko'rsatyapti 85%. Avvalo xudo xolasa uspet qilib olsak yaxshi bo'lardi. Urug'lar, maysalar. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, xudo xolasa buning agregat holatlari, ishlovlari, boshqa jarayonlarni to'liq ko'rsatib bosh harakat qilamiz. Like bosing va dehqonchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'yingizlar. Hammaga rahmat.